kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Ayasi, Labbay dadasi. bugun taksichilik zo'r bo'ldi. Kayfiyatim a'lo, keling baqa. Voy, mengami? Sizga, ayasi, bundan battariga loyiqsiz siz. Rahmat dadajon, xursand bo'lib ketdim. Dadasi, kayfiyatingiz yaxshiligida aytib oling. O'rtoqlarim bilan gap o'ynagan. Sizni tushundim ayasi. Mana 1, 2, 3. Gapingizga, hopma. Voy, Endi aylaning-chi. Ve taksichini xotini degan nomingiz bor. Bunaqa bir xil ko'ylakda yurmang ayasi. 1, 2, 3. Buni ko'ylagingizga. rahmat. Buni gapingizga yo'l kiradi. Voy, rahmat. Buni 200 qoningizga. Buni ham nimadir qiling sizga ayasi. Dadajon, rahmat, pullaringiz ko'p bo'lsin. Ovqatingiz tayyormi ayasi? Tayyor. Sizing bir yeylik. To'xtang, dadasi. Ayamlar 3 kunga mehmonga kelmoqchi edi. Kelsa bo'laveradimi? Nima deganingiz? Bu qalbimda chechagi. Kelishaversin, mehmon qiling, aylantiring Toshkentni. Ayam meni ham, ayam siz ayas. Yuring ayasi. Ko'z tegmasin. Onangni emmagini. Ayasi! Ayasi! Labbay dadasi. Suzulurmi? Xotin kalashga o'xshab. Bor kechagi bergan pullarimni olib Moshinam buzilib qoldi. Gapim, ko'ylak olmoqchi edik. Va gaping bilan ko'ylagingni onangni emmagir pishirib yeymanmi? Moshinam buzilib qoldi. Senga aytsa tushunasan. Gapim desang moshinam tushunadimi? Bor olib Xo'p, hozir. Dadasi, ayamlar yo'lga chiqib qo'yishibdi oma. O, rasa zo'robdi-da. Kakrat ayalaring kelgandan keyin ayang bilan hamma narsani yig'ishtirdi. Ko'zimga ko'rinmay dab bo'ylar. Tushundingmi? Onangni emgir gullima qilyapti bayda ayasi. Hozir dadasi, hamma erkaklarning ham birinchi xotini mashinasimi? Ayasi? Ketyapman.